Termiz va Denov tumanlarida infratuzilma hamda investitsiya loyihalari o'rganildi. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hududlarda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, infratuzilma ishlari hamda investitsiya loyihalarining ijrosi bilan tanishish maqsadida Termiz va Denov tumanlarida bo'ldi. Dastlab Termiz tumanida taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturi doirasida qo'shimcha tanlab olingan 5 ta mahallada belgilangan vazifalar ijrosi o'rganildi. Xususan, ushbu mahallalarni bog'lab turuvchi markaziy hududda tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi loyihalarni amalga oshirishga qaratilgan tashabbuslar yuzasidan taqdimotlar ko'rib chiqildi. Mas'ullarga tijoriy va infratuzilmaga oid loyihalarni qisqa muddatlarda amalga oshirish, bir hafta ichida ichimlik suvi, yo'l va elektr energiyasi tarmoqlarini yangilash ishlarini yakunlash bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, M41 xalqaro avtomagistralning Denov tumanigacha bo'lgan qismi ko'zdan kechirilib, yomg'irli kunlardan keyin ayrim qismlari ta'mirtalab holga kelganligi ko'rsatib o'tildi. Avtomobil yo'llari boshqarmasiga yo'lda joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish vazifasi yuklatildi. Viloyat hokimi o'rganish ishlarini Denov tumanida davom ettirdi. Dastlab Denov erkin iqtisodiy zonasida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari, ishlab chiqarish jarayonlari va yaratilayotgan yangi ish o'rinlari bilan tanishildi. Shu yerning o'zida Sangardak turizm markazida amalga oshirilayotgan loyihalar bo'yicha taqdimot o'tkazildi. Mas'ullarga qurilish ta'mirlash ishlarini jadallashtirish, sayyohlik mavsumi boshlanguniga qadar bir qator obyektlarni ishga tushirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bir narsalar qilmoqchimiz. O'zimiz harakat qilmasak, yo Xonzaga qarab chiqishdi, yo pastga qarab, yerda 3000 mashina ketadigan joy qo'yadi. Ko'prik bor. Dachani ko'prigi, mana bu Sharshadan to'g'risiga dacha bor. Logistik markaz bo'lsa hamma mashina ishga joylashtiradi. Kanatga bilan chiqadi. Mana shu yerga aylanib, Sharshadan tagiga boradigan yo'lga urg'u. Shular egalariga forma kiygizib qo'yamiz. Hurmatli fuqarolar, va mikroavtobusdan tushgandan keyin kolonkalarda musor tashlamang, tabiatni asrang. Keyin tepada bir markazda piknikga o'tirganda mana qanday tashib ketgan bolachalarga borib hazil qilib yaxshimisilar, yoqimlisilar, mana qog'ozlarimizni sanatdan solib ketamiz deb ko'rsa, o'zlari uyalgandan o'qib ketadi. Qonunda zo'r bo'ladi. Endi hammasiga ishtirab deyorsak ham Sangardagi odam bormay qoladi. Bekalagi toza toza turadi. Keyin mana Ramzan akaning yam-yashil joyi, o'zi odamlar yaxshilikni ko'rsa maza qiladi. To'g'rimi? Bundan tashqari tuman markazidagi bozorni rekonstruksiya qilish orqali o'rganishlar davomida Qizilsuv daryosi qirg'oqlarini mustahkamlash, hududda savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalarini tashkil etish, shuningdek tutash hududlarda joylashgan bozorlarni rekonstruksiya qilish ishlari ham ko'zdan kechirildi. Yakunda yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishilib, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlari yaratishga qaratilgan qo'shimcha vazifalar belgilab berildi.